Diqqat! O'zbekistonda ko'z ko'rib, quloq eshitmas fojia yuz berdi. Barcha o'zbek fuqarolarini Alloh asrasin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. 26 noyabr kuni Toshkent shahar Shoyxontohur tumanida joylashgan 2 qavatli do'kon yonib ketdi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi xabar qildi. Qayd etilishicha, soat kecha 26 noyabr kuni 14:54 da 112 tizimi orqali Shoyxontohur tumanida Istirohat ko'chasida joylashgan 2 qavatli binoda yong'in sodir bo'layotganligi to'g'risida shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra 4 ta yong'in qutqaruv bo'linmalari soat 15:03 da hodisa joyiga yetib borib, yong'in soat 15:09 da o'rab olingan va soat 15:15 da bartaraf etilgan. Bildirilishicha, yong'in oqibatida binoning taxminan 100 kvadrat metr maydonida tom va ichki qismi yonib zararlangan. Yong'in o'chiruvchilarning professional harakatlari natijasida yong'inni keng tarqalishining oldi olingan. Hozirda yong'in sabablari va zarari aniqlanmoqda. Hodisa oqibatida tan jarohat olganlar to'g'risida hozircha xabar berilmagan.